Hammasi yaxshi. U17 terma jamoamiz 3-0 yutyapti birinchi taymdan keyin. Bu esa mana statistika. 18 ta zarba berishdi, 7 tasi aniq va bitta ham aniq zarba yo'q Birlashgan Arab Amirliklarida. Murod aka, taassurotlar? Juda zo'r. Bu Aliyevni familiyasini Aqlliyev deb qo'ysa ham o'zi haqiqatan asl yigitimiz zo'r o'ynayapti. Jismoniy holat, umuman jamoa zo'r o'ynayapti. Xudo xolasa chempion bo'lamiz. Xudo xolasa. Yaxshi taym, ikkinchi bo'limda bo'shashmaydi degan umiddamiz va mana bizning golimiz, hisobni ochuvchi gol. Ronaldo uslubida nishonlash, Rays uslubida zarba va Aliyev uslubidagi xatti-harakatlar. Juda zo'r, juda chiroyli. Maza qildik. Va davom etamiz maza qilishda. Mana hozir insight ma'lumot eshitib qoldim. Xudo xolasa, milliy jamoamiz jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritganda Murod akam el yurtga osh beraman degan ekanlar. Shunaqami, Nodir aka? Shunaqami Murod aka? Sotdingmi? Sotdim aka. Sotdi mana. Necha kilo davliz aka? 5-chida Xudo o'ynasa. xolasa. 5-chida o'ynasa, 7-chiga osh Birlarni yutamiz. Xudo xolasa men o'zim yetaman hamma. Xudo xolasa. Yaxshi niyat, yaxshi Inshaalloh niyat. chiqamiz. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, ishondim. Endi albatta bunday suhbatlar menimcha hozir juda ko'p davralarda bo'layapti. Milliy jamoaga ishonyapti muxlislarimiz. Hammamiz ishonamiz, umid qilamiz, lekin o'yinga jiddiy yondoshamiz. Chunki baribir Birlashgan Arab Amirliklarida ko'ryapsiz. Endi milliy jamoasida o'sha legioner futbolchilar, uzoq muddat o'ynayotgan legioner futbolchilarni mahalliylashtirish uslubida ish ketyapti.